Ertalabda sizlarga qaynoqani odzivlar bilan o'zim bo'lishmoqchiman. Shu mahsulotni eng kichkina farzandim, ya'ni 2 yoshli farzandimga zakaz qilib chiqizishni boshladim. Men gapirganda diqqatini jamlamayotgandi 2 yoshli farzandim, undan tashqari uncha gapirmayotgandi. Bu mahsulotimiz miya faoliyati, farzand immunitetini zo'r ko'tarib berar ekan. O'zim mana farzandimni chiqizib ko'rib bildim, effekti juda ham prosta bomba. Ya'ni farzandim men gapirganimda ko'zimga qarab, nima deyotganimga quloq solishni boshladi. Undan tashqari gapiryapti. Yana hozirgi kunda konditsioner, issiq, sovuq juda ham ko'p bo'lishadi. Meni shu mahsulotni berganlar endi shabadalanishlarni oldin olgan bo'lasizlar. Sizlarga ham tavsiya qilib qolaman. O'zi 3+, ya'ni 3 yoshdan teva bolalarga berilish kerak, lekin meni qo'rqmasdan beraman 2 yoshli farzandimga, chunki bu dori vositasi emas, oziq-ovqat biologik qo'shimcha hisoblanadi.